To'rtko'l tumanidagi 43-umumta'lim maktabida filologiya metodi birlashmasi a'zolari Shavkat Saparbayev, Nargiza Raimbayeva va Nargiza Annagildiyevalar boshchiligida tadbir tashkil etildi. Bu jonkuyar pedagoglar tadbir davomida o'quvchilarga bahor haqida she'rlar aytish, adabiyotga oid tarixiy shaxslarning hayotini yoritish orqali ularni ijodkorlikka va ma'naviyatga ruhlantirishni maqsad qildilar. Kechada bahorni, vatanni va hayotni madh qiluvchi she'rlar ijro etildi. Shuningdek, o'quvchilar ayollarning jamiyatdagi o'rni, ularning g'amxo'rligi, mehr-shafqati haqida so'z yuritdilar. Tadbirning badiiy qismi qo'shiqlarsiz o'tmaydi. O'quvchilar bahor va vatanni madh qiluvchi qo'shiqlarni ijro etib, raqsga tushishdi. Bu tadbir faqatgina bir bayram emas, balki yoshlarni ma'naviy jihatdan tarbiyalashga, ularni adabiyotga, san'atga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga, milliy qadriyatlarimizni qadrlashga bo'lgan bir imkoniyat bo'ldi. Tadbir davomida o'quvchilar nafaqat ijodiy yondashuvlarni, balki o'zaro hamkorlik va jamoa ishini ham o'rgandilar. Ularning bu jarayondagi ishtiroki kelajakda jamiyatda faol va mas'uliyatli shaxslar bo'lib yetishlariga xizmat qiladi.